har xil radiusli 3 ta aylana bir-biriga juft-juft bo'lib urinadi. Ularning markazlarini tutashtiruvchi to'g'ri chiziqlar to'g'ri burchakli uchburchak hosil qiladi. Agar katta va o'rtacha aylananing radiuslari mos ravishda shu yerda 60 emas, 6 va 4 santimetrga teng bo'lsa, kichik aylana radiusini toping. Aylana markazlarini belgilab chiqamiz. Demak, kichik aylana markazi O1, o'rtancha aylana markazi O2, katta aylana markazi O3 va ularni markazlarini tutashtirsak, to'g'ri burchakli uchburchak hosil bo'ladi. Tasavvur qilaylik, shu to'g'ri burchakli uchburchak. Hop, nima uchun O1 kichik aylana markazi to'g'ri burchak bo'lgani sababi O2 markazli aylana o'rtacha aylana, O3 markazli aylana katta aylana bo'lgani uchun buni radiusi 4, bunisi 6, bunisi ham 6, bunisi ham 4. Ya'ni O2, O3 tomon eng katta tomon bo'lgani uchun O1 markazli aylana burchagi 90 gradusga teng bo'ladi. Demak, kichik aylana radiusini R bilan belgilaydigan bo'lsak, dastlab Pifagor teoremasiga ko'ra to'g'ri burchakli uchburchaklar radius plyus 4 ni kvadratiga radius plyus 6 ni kvadrati gipotenuzamiz 10 ga teng, 10 ni kvadrati. Shu yerda bir narsani aytib ketish kerak. Yuqorida biz 6-misolda buni isbotini ko'rdik. Ya'ni aylanani tashqi ravishda urinsa, ularni markazlari orqali o'tuvchi to'g'ri chiziq ularni urish nuqtasi orqali ham o'tadi. Ya'ni bu yerda ham aylana tashqi ravishda urinsa, ularni urish nuqtasi orqali ham o'tadi. Kvadratga ko'taradigan bo'lsak, demak, radius kvadrat 8 ta radius plyus 16 plyus radius kvadrat plyus 12 ta radius plyus 36 tenglik 100 ga. Hop, 2 ta radius kvadrat plyus 20 ta radius plyus 52 minus 100 tenglik 0. Radius kvadrat plyus 10 ta radius hop minusdan hop 24 tenglik 0. Bu radius plyus 12 radius minus 2. Radius kesma uzunligi bo'lgani uchun demak javob kichik aylana markazi kichik aylana radiusi 2 santimetr ekan.